Saudiya Arabistonining Madina shahri tinchlik, osoyishtalik ramzi hisoblanadi. U tarix bilan nafas oladigan muqaddas maskandir. Bu shahar faqatgina islom olamini yutug'i emas, u har bir qadamingizda xotirjamlik va ruhiy poklikni hissini uyg'otadi. Madina shahrining eng g'aroyib jihatlaridan biri uni qalb arxitekturasidir. Masalan, Masjid al-Nabaviy atrofidagi guldek ochilib yopiladigan ulkan soyabonlar dunyodagi eng katta mexanik konstruksiyalardan biri sanaladi. Ular quyosh ostida minglab ziyoratchilardan soya bilan asraydi, kechasi esa guldek yig'ilib osmonni ochib qo'yadi, go'yo shahar nafas olayotgandek. Madina shahrining aholisi shaharga hech qanday yovvoyi hayvonlar hujum qilmasligi haqida alohida aytib kelishadi. Ularning ta'kidlashicha, bu yerda tinchlik fazosi hatto yovvoyi jonzotlarni ham yumshatib qo'yadi. Madina tarix va zamonaviy mo'jizalar uyqashgan, ruhingiz dam oladigan, yuragingiz esa yengillashadigan maskan sanaladi. Ushbu shahardagi islom olamining ramzlaridan biri Masjid al-Nabaviydir. Ushbu masjid islomdagi Ka'ba va Baytul Maqdis kabi uchta eng muqaddas joylardan biri sanaladi. U nafaqat ibodat qilish manzili, balki ummat tarixini yuragi, Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam dafn etilgan joy va islom rivojlanishining markazidir. Bu yerga kirgan kishi o'zini tinchlik bag'rida sezadi. Millionlab musulmonlar umr bo'yi orzu qiladigan muqaddas ziyorat maskanidir. Rasululloh nafasi ufurgan joy, har bir ko'hna tosh, har bir qadam islom tarixidir. Har bir musulmonni orzusi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlari, masjidlari, Masjid Nabaviyga keling, Madina shahrida. Masjid bevosita Rasululloh 622-yilda Madinaga hijrat qilgan yillari barcha sahobalar tomonidan barpo etilgan. Masjid avval 1050 kvadrat metr atrofida bo'lgan. Bugungi kunda esa 400 ming kvadrat metrdan ortiq va bir vaqtning o'zida 1 milliondan ortiq namozxonni qabul qiladi. Masjidga 4 eshik, Bab al-Rahmon, Bab Jabroil, Bab al-Niso kabi darvozalar orqali kirilgan. Alloh taolo musulmonlarga yuzlarini Ka'ba tomon, qiblaga yuzlarini burishlarini buyurgach esa masjid Ka'ba tomonga burilib moslashtirildi. Usmoniylar hukmdoridan Sulton Sulaymon ham ushbu masjidni qayta qurish va kengaytirish ishlarida ishtirok etdi. Sulaymoniya minorasini ko'tardi. Rasulullohning qabrlari ustida gumbazni barpo etdi. Masjidning hozirgi gumbazi 1817-yilda Usmoniylar sultoni Mahmud II tomonidan barpo etilgan va yashil rangga bo'yab qo'yilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z hujralariga dafn etilganlar. Ular vafot etgach, jamoat Rasulullohni qayerga ko'mish bo'yicha darhol bir to'xtamga kela olishmaydi. Makka, Quddus shaharlariga dafn etish ham ko'rib chiqiladi. Yakunda Madina shahri tanlanadi. Hujra esa Abu Bakrning qaroriga ko'ra manzil sifatida belgilanadi. Keyinchalik Abu Bakr Siddiqning o'zlari ham ushbu hujraga dafn etiladi. Oradan 10 yildan oshiq vaqt o'tgach, Umar raziyallohu anhuga suiqasd qilingach, ular o'g'illarini Oysha onamiz oldilariga jo'natib, o'zlarini ushbu hujraga dafn etishlarini so'rattiradi. Oysha onamiz ushbu joyni o'zlari uchun ko'zlab qo'ygan bo'ladilar. Umar uchun rozi bo'ladilar. Oysha onamiz esa ushbu hujrada yashashda davom etgan, faqat oraga parda tortib qo'yiladi. Saudiya Arabistoni hukumati ana shu hujrani 3D modelini taqdim etgan. Bu yerda yana bir qabrga joy bor. Ta'kidlanishicha, bu joyga Iso alayhissalom dafn etiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujra-i saodatga kirib qabrlarni ko'rgan so'nggi inson Ali as-Samhudi bo'ladi. U 1481-yilda bunga guvoh bo'lgan. Eslatib o'tamiz, payg'ambarimiz o'zlarining masjidlaridagi namoz undan boshqa masjidlardagi namozdan 1000 marta afzal ekanligini aytib o'tganlar. Faqat Masjidul Haram bundan mustasno deganlar.